Assalomu alaykum. Nega so'raganlar hurmatli o'rnashilari. Yaxshimisizlar, zuymisizlar kela. Bugun Xudo xolasa 23-iyul. Iyun adashib ketdim. 2020-yil hafta kuniga dushanba. Kelibdi bahor orasida kechki salqinda sekin obzor qilib olaydim. O'zbekchamizga kichkinagina o'zbekchamiz. Bugungi video obzorimiz Xudo xolasa Farg'ona viloyati Farg'ona tumani avvalda bo'ladi. O'zimning xonadonimda, o'zimning uyimda. Akalar, shu bo'zagimiz eslangda bu solinuvdi. 17.900 ga kep tushishi 18 bo'ldi. Baho beraverasizlar akalar. Bo'ylari hozir o'lchab ko'rdim, 1.25 ni o'tib qopti. Kelganda bu 20 chiqar chiqmas plus minus edi. Bo'yi. Joy besi mana akalar shu 350 da atrofida, 300 dan baland ko'ryapman. Noto'g'rimi bu gapim? Shu qiynalyapman, bir aytib yaxshi bo'lardi biladiganlar. Kelib buni og'zimizga kelayotgan 8-da 5 oylik bo'ladi. Bo'ylarni aytdim. Jivoy esa 350 plus minus. Bundan oshiqroqdir. Bundan pastroqdir. Bilmayman, Xudo biladi-yu. Tahminim. Lo'simiz akalar 5 oylik bo'ladi. Kelayotgan 8-da. Qoldi. Bugun videomiz shu maqsaddagi shuni osti oldik, mana boqdik. Hech o'zgarish yaxshi bo'lar ekan jaydarlariga qaraganda. Jaydarlar ham yaxshi emas. Yuqoriroq ekan bu jaydarlar. Xonasi nima deydi? Yaxshiroq ekan. Bir 20% da jaydardan 20% balandroq. Mani fikrlashim bo'yicha shunaqa. Bunga kelib bir cho'mishdan kunjara bunga video qilaverdim. Mana shu kunjara bor, shuni berib turibmiz. Kelgusida endi chiyimni ko'paytirish niyat bor. Hozir yaxshi yeb turibdi. Issiqda kunda ko'p ham berib bo'lmaydi. Somonni o'sha oxiriga to'ldirib solib qo'yaman. Shu hal bo'lib keldi. Atxot yo'q. Yalab qo'yapti. Hozir qonni ochish kechkisini ham kechki yemini beraman. Soatimiz 4 akam 7 bo'pti. Beramiz hozir shuni ham ko'rsatib o'tib ketaman. Yeyishini. Shu taxta kunjara 7000lik kunjara. 7000lik kunjaradan cho'michda bitta cho'mich yutib beryapman. Hech narsa qilib boqilib turibdi. Bir o'rtacha hisobda kelar 10 kunga o'tirib oldim. 10 kunga yetyapti 100 minglik kunjaram. Bir haftaga yetyaptimi shunaqa atrofida o'ylayapsiz-da kelar. 100 minglik kunjara bitta pokiza kepik. Sifati yuqori. Yaxshi kepik. 3 ga o'xshaydi ekan. Bo'zagimiz shu oyiga bir 400 ming 500 minglarga to'xtayapti-da yatgani.
kelganda shu 50 mingni bir haftaga yetkazyapti. Mana shunday bir hafta edi, 50 mingni bir haftaga yetkazib shu bir oycha shunaqa berdim. Kelganda 200 ming, 300 minglik edi. Ikkinchi oyga atalaq berdim. Atalada qanday hisoblab bersam bo'ladi sizlarga? Atalada bir где-то bir o'sha 500 minglik edi ataladi. 500 minglik edi. Keyingi ratsion o'sha bir qator suvlantirni bosdi. Keyingi kunjaraga quruq yengga o'tkazdim. Issiqda kunda ko'p berib borib, ko'p bersangiz ichida achib qoladi, shunaqa deyishdi ikkita mol boqarlar. Endi bu qishga yaxshi atala. Yozda ham bersa bo'laveradi, atalarning effekti zo'rmi? Kunjaraga qaraganda. Kunjarani o'g'irlash bas. Hozir shu tarzda kunjarani bir cho'mich qilib yeb turibdi. Hozir bir 300 gram yesa kerak bir mahaliga. Bir kuniga 1 kiloga bormayapti-da. 600 gram, 700 gram yapti. Bir mahaliga, bir kunligiga. Adashib ketdim. Kanalimga yangilar obuna obuna tugmachasini bosib mahbus bo'ling. Kanal rivojlanishi yaxshi, bitta like bosib kommentariyalarda fikrlarni qoldirsangiz. Xudo xolasa video chiqarib turamiz. Bozorlarga ham chiqish niyat bor. Bozorlarga ham chiqamiz xudo xolasa. Mana shu tarzda emlanyapti akalar. Hozir yem beramiz bunga, mavosimizga. Buni endi bir noyabrlarga yemga yaxshi yemni bosib bersa zo'r bo'lsa kerak. Hozir buni o'stirib, suvlantirib, hozirdan qilib boqib turibmiz. Men balandda turibman kelib istashga. Mana birgida bir 30 ming qo'yilganda istashga 30 yo 20 qo'yilgan adashmasam. O'zi yem beramiz. Kilo yem beramiz. Yem berish jarayonini boshladik. Ana akalar, o'zingizni yemga intilishi. Mana ko'rsatib oling. O'zimizni bilamiz. Po'chaq, uydan chiqqan taqdimlar, ovqat-ovqatlar. Qayda kunjarasi bor. Buni yaqinda soldik. Pokiza ketay akalar, pokiza ketay. 3 daqiqa sifat. O'zingni ichi. Hozir ochiq qolibdi o'zingiz. Ish patlijilar alashtirgan. Biz seni nima deyman? Keyin somonni ham rulga tashlab qo'yamiz. Somonni to'ldirib, oxirida qo'llaydi bo'ldi. Shu
yotadi shu bilan. Albatta suvni tutib qo'yamiz. Suvga bir ikkita bag'ir, uchta bag'ir chiqyapti. Issiqlik kunida ventilatorlarni ham qo'yib, chiroyli qilib salqingina qilib qo'yganmiz. Og'izdan pashti hid ham kelmayapti. Akalar mana shu bilan olib kelsam, yalab qo'ygan bo'ladi mana somonni. Bo'ldi, kechki yemi berildi. Ertalab beriladi. Yaqinda cho'miltirdim. O'g'illarni toza qilib, taylarni toza qilib maqib qo'yganman mana. Suvni mana paqirda, paqirda kim paqir ichyapti. Kim mahal beryapti, kim mahal beriladi. Kerak, issiqlik kunida qiynalib qoladi. Ventilatorlar o'zida bitta o'zida bor. Havoni ham yaxshi qaydaveryapti. Issiq havon. Bizim etlari yog'lanib qolgan. Achchig'i kelyapti. Yem yegan molni eti yumshasalar yog'lanib qoladi-yu. Shuna bo'lib qolgan. Shoshilib yeydi. Har kuni shunaqa yeyishi. Bitta buni yemini biz yeb qo'yadigandik. Bugungi video obzorimiz shu haqida bo'ldi akalar. Cho'miltirish jarayonlarini ham ko'rsatib boraman. Bir ikki kundan keyin cho'miltiraman. Akalar o'zlaringiz ehtiyot qilinglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha. Videolarim yoqqan bo'lsa, like bosib, kommentariy yozinglar. Obuna tugmachasini ham bosib qo'ysangiz, menga obuna bo'lasizlar. Videolarimizni ko'proq ko'rilishiga yordam beradi. Keyin aytmoqchi, kunjarani ham yutib maqib qo'ydik. Ko'rsatib ishonmaganlar uchun mana bir cho'mich bo'ldi. Bu chiqsa hozir 300 gramga borsa kerak. Hech qanaqa garmon qilib o'tiribmanmi? Tabiiy usulda boqaman bunda o'g'izlarim. Yutib ham qo'yaveramiz. Qiyin bo'ldi. Xayr akalar, o'zingizga ehtiyot qilinglar.